Ocho, mana durtitchilik qilib. Botidim mang'ilmayken de, yani kechikmenken, abirmenken nima tamam. Atayman hangaram. Shu azroq vaqtingizni yeb qo'ydigan bo'ldim. Sizdan so'raydigan bir dunyoviy savoldan birisi bor-da. Ya sen almışsan mı qistonchilik oladi, mening vaqtim yo'q-da, men tarham ekan ağa. Qo'yim savolda bu. Ocho, jobodek nimkense seni odam choplashib kelib, tomoqni kechiktirib olsan, jarima to'layman meni. Bir tal savol. Ya, men tomoq Bəsən, bədin, bəmsən, meyli. So'raydigan bir savolim bor. Oho, ya so'rar ya, so'rsan chaqaraqa. Bu shu odam tug'ilib, cho'ng bo'lib, taraqqat qilib, o'lgichi bo'lgan jarayonda nurg'un go'zallik va ko'ngilsiz ishlar bo'ldi ekan. Mushu jarayonda odam o'zi uchun muhabbatini berishdigan insonlarni qadrlaydi ekan, azizlaydi ekan. Ammo mush ba'zi vaqtda qarang. Olaman mutun. Va buni nima ish qilmayman? Mening savolim tug'ilmasa tehi. Sen aprite va tomoqni men sen kelgacha berasini so'rab turay. Va tatayman tarham ekan. Voy, barakallah. Voy, yaxshi amal ekan bu. Atdingiz mishat birsimi savolim javob beramigan? Hop. Ya, qariyoq, men savolingni oxiri nima deb so'rayman? Agar birisi ko'z oldida qo'lingdagi tomoqingni bulab qolsan qanday qilsa? Ya, mush savoling odam mahmaq qildingmi? Tezga juma menga. Hey, yaxshimisiz? Agarda sizning tomoqingizda ko'z oldingizda birisi bulab ketsa, siz... Ya, qariyoq!